Ishiklarni chekish oson emas. Azaldilli xiyolchan mo'ngluq bir yigit edim. Tingshig'ishqa momam og'zidan samoviy cho'chaklarni. Söygü dengizi cho'nqurlarida men qaynam tursam, ussuzluqum qandaq qansun ichib kichik ko'lchaklarni. Lutfullah Mutallib. Hayotimda bir o'zgarishning yuz berishini xohlab qolg'ili xeyli yillar bo'ldi. Lekin hech ish yuz bermadi. Uyim bor, xotinim bor, bolalarim bor, xizmatim bor, maoshim bor, qandoqli bo'lmasin kun o'tkazgidek holim bor. Kunlarim dars o'tish, yig'inlardagi uzun besaramjon gaplarni anglash, to'ylarga berish, so'rinlarga andi-sandi daxil bo'lish bilan aldirash o'tib ketadi. Har kunda bir talay ish bor. Lekin bu ishlarda men yo'q. Jiddiy qadamlarimdan qolgan izlar moddiy hayot qo'rshovidagi vasvasidan guvohlik beradiki, qalbim o'zining buruqtirmi qepidan chiqmagan peti tushlarga sezik edi. Har bir qadam o'zimga haqiqiy tava bo'lgan o'zlikni dassab, yotlashgan bir o'zlikni tiklaydi. Markis emgak kishilarning o'zlikni amalga oshirish jarayoni kishilar emgak orqali o'zining tabiatini yetildiradi va uni ifodalaydi degan edi. Vaholanki turmush kechirish uchun qilgan ishlarim insoniy negizimdan yiroqlash yoki uni ko'mib tashlash manziliga boshlab, go'yo haqiqiy o'zimdan uzil-kesil vidolashishga ep boradigandek tuyulmoqda edi. İdeya, emgak va faoliyat deganlar ma'lum bir ijtimoiy formadagi insonning tub mazmunini tashkil qiladi. İnsan o'ziga keraklik zarur manqulatlarga erishish uchun emgak qiladi. Bu ma'nodan aytganda emgak bir xil zaruriyat. Lekin inson emgak sharoitini o'zining tabiiy ehtiyoji va iqtidoriga asosan qabul qilish orqali o'zini namoyon qilishga o'tganda, emgak bir xil insoniy huquqqa aylanadi. Shunlashqa emgak o'z navbatida boshqalar tatavasi bo'lmaydigan huquq yoki hurlikdir. İnson emgak qiladigan zaruriyatdan ayirib etilib, tayyor ne'matlardan bahramand qilinadigan e'tibor bandisiga aylantirib qo'yilganda, uning insoniy izzati kamsitilishning zay zindonlariga mahkum bo'lgan bo'ladi-da, uningdagi ideya yegilab qoladi. Shuning bilan u tamoq yeyish, jinsiy hirislarini qandirish, uxlash qatorliq biologiyalik hojatlar doirasidagi sezgularni ideya deb qarab oladigan bo'lib qoladi. Buni ajdodlarimiz nafs degan uqum bilan ifodalagan. Bundaq ifoda bo'yicha aytganda, o'z nafsining quliga aylanib ketgan inson o'zining qandoq inson bo'lishining tizginini boshqalarga tutqizib qo'yadi. Oxir o'zining insoniy shon-sharafini xo'rliqqa almashtiradi. Ro'shanki, emgak bir xil huquqdirki, u boshqalar tarafidan qayta taqsimlab beriladigan narsaga aylanganda, tabiiy holda taqsimlaguvchi va taqsimlanguchilar o'ttirisidagi munosabatni keltirib chiqaradi. Bu munosabat barobarmi emasmi? Taqsimlaguvchilar hamon munosabatlarning aktiv tarafida turadi. Emgak taqsimotini qabul qilguvchilar o'zining izzati va manfaati to'g'risidagi ideyaga ega bo'lmaganda, turlik ijtimoiy munosabatdagi tegishlik o'rnini yo'qotib qo'yadi. Natijada bu insoniy qadr-qimmatni yo'qotishga ep boradi. Bu yerda biz fransuz mutafakkiri Jean-Jacques Rousseau'ning inson tug'ilishidan hur bo'lib boshqalarning bo'yin turuqiga keyin tushib qolgan degan so'zini aslaymiz. To'g'ri. Emgak oldi bilan insonning zarur hayotlik ehtiyojini qamdaydi. Ammo inson tirikchilik tashvishlaridan umr bo'yi qutulanmay, vaqti va zehnini talada qilmaslikqa yoki oshqanmaslikqa sarf qilib o'ssa, uning futbol yoki chelish musobaqalarini ko'gidek hapsilasa bo'lmasa, she'r va musiqalardan bahralanishga zo'qi bo'lmasa, tabiatdagi qushlarning xushnavolarga quloq sog'udek holi bo'lmasa,
haqqoniyatga intilgudek oliyjanoblikqa jur'at qilolmasa qandoq qilg'uluq? Tabiiyki, bundoq inson o'zi va yashayotgan muhiti haqida qayta o'ylanib beqishi, boshqa bir tanlashning mumkinchiligi haqida izlanib beqishi kerak. Ulug' bovimiz Ulug'bey Samarqandda rasadxona qurib, cheksiz olam bo'shliqi va uningdagi yulduzlarni ko'zitib, sayyoralarning harakati haqida mulohiza qilgan edi. Jismoniyati Mayb Stephen Hawking olamning sirlari haqida dodil fikr qilib, bugungi zamon nazariya fizikasining buyuk allomasi bo'ldi. Buningdan shuni ko'ralamizki, koinotga nisbatan arzimas vujudga ega insonning hikmati koinotning hikmati bilan teng yoki uningdan yuksak bo'lib, uning kuch-qudrati o'ylash va fikr qilishda voyaga yetadi. Kichikgina tajribaxonadagi Hawking poyonsiz koinotni o'zining faoliyat bo'shlig'iga aylantirg'ashqa, u o'zining mavjudiyatini cheksiz kengaytib tushunishga muvaffaq bo'la olgan edi. Shu topda bu muhokamaga bolalik davrimdagi ruhiy holatimni taqqoslab boqqim keldi. Mahallamizdan 2 kilometr uzab manganda bir ihota o'rmonliqni ko'ratdik. Uningdan o'tgandan keyin bir qaqas soy bor edi. Soyning shimoliy chetida top-toqir bir tog' bor edi. Balaliqim uzab ketganga qadar ashu g'ilang soyni kesib o'tib taqqa yomishib boqmabdiman. Sahroyimizning yo'llarida manganda, engizliqlarda qo'y boqqanda, o'g'zilarga chiqib laglak uchirganda, u tog' monaman deb ko'rinib turadi. Ba'zida o'g'zida o'ltirib tog'ning to'lg'inib yotgan uzun gavdasiga tikilib qaraydim. Tog'ning bir tarafi sharq tarafga so'zilib ko'zdan g'oyib bo'ladi. Yoz kunlarida quyosh tog'ning sharqi ufuqdagi kirimsan gavdasidan chiqib vodilarni yo'ritadi. Buningga qarab men yashayotgan jahonning doirasi mushinchilikkan, mahallam dumko'mtirilgan mavi qozonning tegidi ekan, avi ko'rinib turgan tog' jahonning oxirgi fasili ekan deb o'ylaydim. To'liqsiz o'tir maktabda o'qiyotgan mezgilimda ashu tog'ning bag'ridagi jigda o'rmoniga amgakka chiqatdik. Bir qitim bolalikda bo'ladigan talbilikimiz tutqanmi qandoq, 10 nechimiz yonchuqimizni jigdilar bilan to'ldirib, qo'llarimizga uzun tayoqni elib ko'z oldimizdagi taqir tog'ning kayniga o'tib boqmoqchi bo'lib otlandik. 1-2 soat mangandimiz necha jiratin o'tdik. Necha cho'qqiga yamashdik. Xuddi tog'dan tog' tug'ilayotgandek cho'qqilar ko'paymoqda va bag'an siri egizlab bormoqda edi. Yurtdan yiroqlashgan siri noma'lum tabiatning qo'yni bizni dakku-dukkiga selishga boshladi. Noma'lum bir andisha va bara-bara sezilayotgan horig'inlik irodamizni sundirishga boshladi. Tog'ning u tarafiga o'tishni xohlaydiganlar ozlashga boshladi. Kollektiv ruhimiz barbod bo'lib kaynimizga qaytdik. Bu ishlarni onamga deb berib edim, u qo'rqqanidan meni ayblab ketdi. Orxon Pamuk bir asrida Allah'ның püfülüşü bilen teng alemge ruh bilen birlikte Adem otining ko'z nurimi yeyildi degan edi. Keyin bilsem kainatning har bir böliki ve her bir o'rniga kiradigan Adem otining zamonida manga qochilib etilgan ekan. Ya'ni koinotning har bir böliki ve her bir o'rniga kiradigan maxfiy nomer Adem otining zamonida manga qochilib etilgan ekan. Şunlaşqa turayotgan makonimga qanoat qilmaydi ekanman. Şunlaşqa putum zeminda bo'lgan bilan nazarim yiroq ufqlarda ekan. Şunlaşqa shamollarga agishib parvoz qilg'um keladi ekan. Şunlaşqa quyoshning kaynidan agashgum keladi ekan. Şunlaşqa oyning yuzidagi dog'larga qarab ichim siyriladi ekan.
İnsanның rəmzi tuproq bo'g'ini bilan ilohiy nafas insonning ma'nisini bizga ma'lum va noma'lum bo'lgan dunyoga qo'shib etgan edi. Shunlashqa yiroq-yiroqlarga, yangi burjaklarga talpinadi ekanmiz. Amasa ayni vaqtdagi men va do'stlarimni tolkayniga o'tishga urindirgan sabab nima? Ashu kichikgina mahalladan onamga agishib piyoda yurib Qashqar shahriga kirganimning qaysi yillar ekanligini aniq aslayolmayman. Lekin mahallamizning sirtidagi notanish mahallalarni, mozorlardagi yeshil gumbazlarni, har xil kiyingan odamlarni ko'rdim. Jahonning mahallamizga boqqanda nihoyat cho'ng ekanligini his qilib hayron qoldim. Bilganlarim burunqidan ko'paydi. Bilganlarimni do'stlarimga aytib berib avundim. Endi bilsam dunyo bir muqaddas kitobkan. Uning yeziqlarini inson o'zining Alloh bergan ko'z nuri va aql idroki bilan taniydi ekan. Yeziqshunoslar texim muayyanlashtirishga ulgurmagan bu yeziqlarni maktab ko'rmagan kishilarmi zo'riqmay o'qiy oladi ekan. Inson dunyoning bu ajoyib yeziqlarini o'qigan siri o'zini qayta taniydi ekan va buningdan baxtiyorlik his qiladi ekan. Lekin kishilarni o'zining tug'ilgan yeriga bir umr band qilib qo'yib, ularni hayot va o'zlik tuyg'usidan mahrum holda ketib qolishga majbur qilgan sabab zoti nimadir? Men ashu kichikkina mahallamizdan yeshiyaga chiqmay ömrini tamom qilgan talay oq ko'ngil kishini ko'rgan edim. Ular bu dunyoda yer terish, o'mi o'rish, mol bodashdan o'zga ishlarning borlig'ini yodiga keltirib qo'ymaydi. Ular mahallamizning osmonidan uchib o'tgan aeroplanlarga qiziqsinib bir qarab qo'yishadi-da, topini ostidagi pops to'plarni kechib yo'lini davomlashtiradi. Mahallamizdan chiqqan Yusuf Qaraji degan katta boyning Buxoro, Andijon, O'shlarga berib savdo qilganiga doir hikoyalar ular uchun afsona edi. Safar qilib turinglar, sog'lom va rizq nasibilik bo'lasizlar degan hadis sharifning ruhidan qaraganda, mahallamizning kishilari kishilik hayotdagi bu xil nasibini yodidan tamoman chiqarib qo'ygan edi. Ijtimoiy bexudlik tug'ma bo'lmaydi. Undaqda ularni ashundaq baqaro holatga keltirib qo'ygan narsa zoti nimadir? Emgak, ideya va faoliyat. Ideya paydo qilinmagan yoki ideyani adolat yuksakligiga ko'tarilmagan emgak odamni tafakkursiz hayvon yoki mashina holatiga tushirib qo'yadi. Bundaq ahvolda odam o'zining rizqi maishat manbiyini qandoqdir bir hokimga bog'liq qilib qo'yadi. Hamisha hokimning yashash mantiqisiga bo'ysunib yashashga majbur bo'ladi. Kunlarning o'tishi bilan uningdagi shaxsiy orzu va xoslikning hujayralari qurib, o'zining turmush muhitidan hech nima talab qilmaydigan bo'ladi. Shu topda livanlik yozuvchi Amin Ma'alovning Samarqand nomli romanidagi mundaq bir voqea esimdan kechdi.
Mavara un nahar hükümdarı Nasırxan Samarqandda özünün aldığı tüzük çıkmagan əmir sipahlarını özünün qabulxanasida hazır bo'lishga buyuruydu. Xonning surlik qabulxonasi mansabdorlar, savdogarlar bilan to'ldi. Jumladan bu yerda 20 ga yaqin saroy shoiri taq bo'lishgan edi. Maydonda xonning o'zini burkut, quyosh, arslonga o'xshatib madhiylaydigan she'rlarni anglashni xohlamaydiganligi uqtirildi. Navbat Buxorolik shoira Jahongga kelganda u she'r o'qiydi. She'rida u Samarqand va Buxoro zaminlarini sexiylik bilan sug'organ So'g'di daryosini ta'riflagan edi. Buning sha'niga xon shoiraning og'ziga siqqudek oltin berishni buyuruydi. Shoira nafsi bo'g'ilg'udek bo'lib 46 oltin tangini tishlab oladi. Naq maydonda bu ahvolga qarab turgan Ömer Hayyam alam va xo'rlik his qiladi. Shu so'rindagi qozi Kalan Ömer Hayyamning ilm bobidagi nodir sifatlarini xonga ma'lum qilib tanishtiradi. Xon ko'ngli xushpaytlarda aytadigan odat so'zi bo'yicha og'zi oltin bilan to'ldirilsin deb buyurganda haqorat his qilgan Ömer Hayyam ro'za tutib olgan edim deb o'zra bildiradi. Atrofdagilar Ömer Hayyamning bunda qop yurakligidan aloqazodi bo'lishib ketadi. Ömer Hayyamning bahonasiga ancha qoyil bo'lib ketmagan xon iltifotimni rad qilishingning boshqa sababimi bormi deb so'raydi. Ömer Hayyam buningga javoban tövandagi ruboiyni o'qiydi. Nitayman oldinga ihson so'rab kelsam, nachar yelingman deb donu non so'rab kelsam. Babosu o'tinay sehi bo'l bagin, insondek yashashga imkon so'rab kelsam. So'rindikilar Ömer Hayyam xonning g'azabiga uchraydigan bo'ldi deb sarosimaga tushganda, xon taxtidan tushib Ömer Hayyamni quchoqlab taxt tarafga boshlaydi. Ömer Hayyam g'ururni oltinga tegishmagan edi. Chunki g'urur oltindan yuksak turki, nobud bo'lgan g'ururni olamcha oltin bilan to'ldirg'ilib bo'lmaydi. Bu yerdagi g'urur shoir yoki olimning eng muhimi dunyo herislariga qul bo'lmagan bir taqvodor olimning g'ururi edi. Nasırxan bizning hozirgi tilimizdagi feodal xon bo'lsimi, shoirdagi insoniy g'ururni farq etalaydigan ma'naviy kamolatga ega edi. Agar Ömer Hayyam bugungi materializm davrida yashagan bo'lsa, ilmning g'ururini mutaxassisligiga tegishgan bo'larmidi. İnsanның cho'ng kichik hojatlariga yurgizilgan mutlaq hokimiyatchilik insoniyatni e'tiqod bilan yashash o'ttirisidagi ziddiyatga, ideya bilan harakat o'ttirisidagi qarama-qarshilikqa mahkum qilib, oyig'i chiqmas azobning ichida kishining xarakteri va ideya mustaqilligini yemirib tashlaydi. Bundaq vaziyatda insonlar orasida tabiiy bo'ladigan qarindoshlik, er-xotinlik, ota-bolalik munosabatlari kishilarning jon beqishdek tabiiyatini ko'zirga aylantirib olgan hukmronning irodasi bo'yicha g'ayri insoniy yo'nalishga yetaklanadi. Bu holda kishilar mundaq ikki xil yo'lning birini tanlaydi. Biri ideya uchun yashash imkoniyatlari favqulodda tor bo'lgan, hatto yo'qning o'rnida bo'lgan xavf-xatar yo'li. Yana biri yashash uchun ideya g'ururni surishti qilmaslik yoki hech qanday insoniylik da'vosini qilmaslik. 20-asrdagi Gitler va Stalinlarning hokim mutlaqlik siyosiy tuzumi ostida yashagan ziyolilarning taqdiriga qarab boqayli. Germaniya faylasufi Heidegger o'zining xizmat o'rnini saqlab qolish uchun Gitlerning yo'lini yoqlab so'zlagan edi. Stalin tarafidan oldinib Italiyadan davlatiga kelgan katta yozuvchi Maksim Gorki o'zining turmushini qamdash ishidan tortib xususiy erkinligiga qadar hamma narsasini Stalinning kontrolligiga topshirib, bo'layotgan davlat terrorizmiga sukut qilganicha hasrat bilan o'lib ketadi. Uning vijdon bobidagi o'tkirligi xarob bo'ladi. Natsistlar Germaniyasidan o'zini qochirib chet ellarda sargardon bo'lgan ziyolilar qancha.
Stalinning mustabidligidan o'zini qochirib yot ellarda yashashga majbur bo'lgan ziyolilar qancha. Thomas Mann, Solzhenitsin, Brodsky, Trotsky, Milan Kundera. Mana bularning hammasi o'z davridagi insoniylikqa qarshi jamiyatga murassa qilishni xohlamay, chet ellardagi mushkul sarsonlikni tanlab olishgan edi. Amerikada musofir bo'lib turayotgan Chen Shuosinmo yangi qurilgan davlatiga qaytib kelib, ilm-fan tuhfasini ona vataniga taqdim qilgan. O'xshamagan etnik qavmlar, o'xshamagan til va madaniyatlar, o'xshamagan ideya va maslaklar, o'xshamagan siyosiy va iqtisodiy guruhlar o'zaro uchrashib, aqliy so'g'oqqonlik tusida raqobatlashayotgan uchur va yangiliklar taraf-tarafda yamrab turayotgan favqulodda bir davrning odami bo'lish sifatim bilan kishilik izzatim va e'tiqodim uchun tuyg'un holatda yashashim kerakligini har daqiqa his qilib turaman. O'zimni mukammallashtirish, jamiyatdagi o'rnimni boshqalar bilan barobarlashtirish uchun har zamon fursat izlashim kerak edi. Fursat zoda qandoq nima? Fursat kutib turishning emas, urinib turishning natijasi. Fursat har bir odamning o'z muhiti va o'z zamoniga yarasha aktiv faoliyat qilishidan tug'iladi. U birovdan birovga beriladigan narsa emas, balki pam bilan elinadigan narsa. Shunga fursat ba'zida siyosiy ma'niga, ba'zida iqtisodiy ma'niga ega. Fursat shaxs bilan davlat o'ttirisidagi qonuniy ahdining muayyan zamon va makondagi konkret ijro bo'lishidir. Bu ma'nodan aytganda, fursat asos qonun va'da qilgan huquqning shaxs tarafidan tashabbuskorlik bilan o'tkaziladigan ashu konkret vaqtidir. Fursatdan mahrum bo'lish odamni tirnoqsiz shirga o'xshatib qo'yadi. Tirnoqqa elib etilgan shir har qancha kuchli bo'lsa-mu qudratini joriy qildirolmaydi. Fursatdan mahrum bo'lish ba'zida odamni sangdagi chashqanlar oldida bo'yni bog'langan mushukdek ahvolga tushirib qo'yadi. İnsani muloqotlar yarsharlashgan bugungi kunda fursatmi dunyoviy kenglikka ega bo'ladi. Bir yakanlik bola Yevropada o'qishni ko'ngliga puksa bo'lmaydigan yeri yo'q. Bir amerikalik Qashqaga kelib Uyg'ur folklori bo'yicha ilm tahsil qilsa, buningmi bo'lmaydigan yeri yo'q. İlg'or qonunlarning hammasi kishilarning fursat izlash istaklarini daxli taruzsiz holda kafolatlantiradi. Nopus bilan pasport fursat uqumini markazlik aks ettirib beradigan siyosiy dastaklardir. Fuqarolarning nopus va pasport jihatdagi huquq imkoniyatlarining oz ko'pligi, ularning fursat jihatdagi tanlash imkoniyatlarining qanchalik darajada ekanligini ko'rsatib beradi. Eng keng tanlashga bo'lgan eng ko'p hurmat fuqarolik huquqini qo'g'dashdan iborat qonuniy nizomning eng yaxshi samimiyatidan derak beradi. Bularga nisbatan qonuniy ahdidan tashqari qattiq kontrol fursatlarni monopollash bo'lib, bundoq vaqtdagi fursat mahallaviy yoki rayon doirasida cheklanadi. Bir odam agar uyidan chiqmasa, uning biladiganlari uyining doirasichilik bo'ladi. Bir odam mahallasidan neri o'tmasa, uning engi ashu mahallaga loyiq bo'ladi. Bundoq odamlarning ong va tafakkurini dunyo kezib turadigan odamlarning engi bilan selishtirish mumkinmi? Az to'la o'qib qolganligim uchun dunyoni tushunib o'zimni tepish herismanlikim yurakimdan o'rin olgan edi. Bu herismanlik meni Qashqardan Urumchiga ep keldi. Uzun yillik tirkishishlar natijasi meni Yaponiya safariga ulashtirdi. Yaponiyadagi bir yillik ilmiy hayot o'zimdagi nurg'un ojizlikni tanitdi. Ojizliklarni tonish aql ko'zimni yoritdi. Ilm safarining ibtidoiy bosqichida turayotganligini bayqagan ashu paytlarim qo'ldan ketgan aqllarimga ochiq nadomat hissiyotini uyg'otdi. Men kuchimning yetishicha o'zimni tarbiyalab, qarg'a kaygudek odam bo'lishga tirishib keldim.
Yiroq iqlimlarga berib bilim elish tamasida davomli fursat izladim. Oxir fursat keldi. 2006-yili kuzda Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq ma'arif nazoratining hukumat xarajati bilan ilmiy ziyoratga chiqish turiga qarata yo'llagan iltimosim tasdiqlandi. İlmiy ziyoratimni qabul qiladigan sahibxona ilm yurti Cambridge Universitetining Markaziy Osiyo munbirining chaqiriqimi yetib keldi. Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashma Podshohligining Jongodagi bosh elchixonasi, ya'ni Angliyaning Jongodagi bosh elchixonasi iltimosimdagi ba'zi bir kamtuklik tufayli birinchi qitimliq iltimosimni rad qildi. Rasmiyatlari to'liqlangan ikkinchi qitimliq iltimosimni tasdiqlab, Angliyaga kirish vizasini bejirib berdi. Bu orada qanchalagan bosug'idan o'tdim, qanchalagan odam bilan so'zlashdim. Qimmat qarashimga muxolif qanchalagan kechikdan o'tdim. Buni tasvirlab o'ltirishni ortiqcha ko'rdim. Chunki o'qirmanlarimning o'zlarining hojatlarini ravo qilish davomida sarguzashtlarimga o'xshab ketadigan ta'sirotlardan yetarlik hosil oladiganligiga ishonaman. O'qirmanlarimning kechirmishlari ularni cho'qim mening bo'siqlar haqidagi o'y-xiyollarimga boshlab kiralaydi. Muhitimda biri o'zgarishning yuz berishini xohlab qoldim. Lekin undaq bo'lmadi. Endi hech bo'lmaganda o'zimni o'zgartib beqishim, buning uchun jahonni ko'zatadigan nuqtamni almashtirib beqishim kerak edi. Kitoblardagi bilimlar meni zaiflashtirayotgandek tuyuldi. Televizor, gazet qatorliq ommaviy taratqular ko'zlarimni to'rlashtirib qo'ydi. Go'yo bilimlarim dunyoni to'sib nazarimdan qo'yayotgandek umidsiz kayfiyatga yetib qoldim. Ruhimni o'lik qoidalarning kepiniga o'rab yashayveramdim. Bosh ko'tirmay kitob o'qiyotgan Jaloliddin Rumiyni ko'rgan Shamsiddin Tabrizi bo'ldi o'qiyveramsan deb tovlig'in ekan. U haqiqat kitobda emas, jonliq hayotning o'zida, oyni quduqdan emas, osmondan izda demoqchi edi. Menga osmon kerak edi. Osmonlarga uchadigan qanot kerak edi. Shunda qilib bir qitimliq parvoz fursati yaqinlab keldi.